Assalomu alaykum hurmatli bobo dehqonlar, YouTube kanalimizning ashaddiy muxlislari. Biz mana hozir Andijon viloyatini Axtachi mahallasidamiz. Xudo xolasa bu yerda o'sha ko'chat sezonida eslaringizda bo'lsa, Abduvohib akamning uyidan bir video chiqardik. Ko'chatlar bo'la turganlarini. Xuddi o'sha yerdan olingan ko'chatlar. Bu Starvay navimiz. Hozir dehqonimiz bu Starvay navlarini, gibridlarni qachon ekkan, qanaqa ishlovlar bo'lgan, bularni biz bilmaymiz, dehqonimizdan so'raymiz. Xudo xohlasa holatlari yaxshi, mana chiroyli, ko'nglimiz to'ldi. Bugun 5-aprel sanasiga bodringlarimiz kulib, juda chiroyli turibdi. O'sha Starvay navimiz. Hozir sekin-asta dehqonimiz chaqiramizda, bu navlar qachon ekilgan, qanaqa ozuqalar beryapti, bu gibridimiz dehqonga yoqdimi? Chunki yangi nav, yangi gibrid endi kirib kelyapti bu O'zbekistonga. Shular haqida hozir suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Dehqon bobo, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan ishlar bilan. Rahmat, o'zinglar ham charchamayapsizlar? Allohga shukr. Mana bodringlarimiz chiroyli bo'lib qolibdi. Endi har bir banash qo'yib turgan videolarimizda biz yangi navlarni qo'yib ketamiz. Xudo xolasa mana Starvay gibridini ekibsiz. Abduvohib akamdan ko'chatni olib. Abduvohib akamdan oldik, bir ko'chatni olib. Ko'pchilikdan eshitdim, buni maqtashdi. Keyin izlandim, bu yoqqa bordim, ko'chatchilar bor edi. Yo'q dedi, bir ikkita joyda. Keyin Abduvohib akam tanishib qoluvdi, yaxshi chiqib bittasi aytuvdi, oldiga borsam, akamiz ham birovga qilib bergan edi ekan. Akam menga 3 mingta berasiz deb yurib oldim endi. Yaxshi, hozir qarang, bu issiqxonamizga atapleniya boshqa yo'q-a? Yo'q. Necha tup ekilgan bu? 3000 tup ekkan. 3000 tup. Xo'p, hozir atapleniya yo'q, холодный teplitsa, ya'ni isitilmaydigan teplitsa, mana terimga yaqin kelib qolibsiz. Bugun erta Xudo xolasa terimlar qilasiz, taylarida hosillarimiz mo'l turibdi. Endi qarang, bu qaysi sanada 3000 ta ko'chatni olib kelib ekkansiz? Bu 25-fevralda mana shu ikkita kapani ekdik. 26-kuni narigi ikkovini. Ikkovini ekdik. 25-26 ekildi. 26 orasida ekilgan. Endi dehqon aka, bu 10-15 mart orasida misol bizni Telegram kanallarimiz ham bor. Butun O'zbekiston bo'yicha qirg'iz, tojik, qozonlar ham bor-da bizni nimada. Kuzatib boraman. O'shanda shov-shuv bo'lib ketdi. Bu tomonlar -7 gradus, -8 Toshkent viloyatlari. Bizni vodiyda ham shu -3, -4 atrofida bo'ldi. Sizda ataplaniya yo'q. Buni qanday saqlab qoldingiz? Bir stresslarga tushirmadingizmi? Bu jicha baribir sovuq ta'sir qildi. 2 qavat terimiz qildik. Undan keyin isiriq tutatdik. Isiriq tutatdik 2 mahal ro'za kunlari 12:30da bir tutatdik, saharlikka turganda yana tutatdik. Ashna qilib olib qoldik. Xudoga shukr, yaxshi, keyin stresslardan chiqib olib, oziqalarini berib, mana ko'rib turganingizdek chiroyli bo'ldi, Xudoga shukr. Endi qarang, bitta narsada bu misol bodringlarni bu Starvayni biz yanvar oylarda ekkanlarni ham bilamiz, hozir sotishyapti, chiroyli bo'lib. Bu navda endi yangi nav mana shu sovuq havolarda ham yaxshi massani berib, o'zini yo'qotmadi-da, sal stressga tushdi, o'zini yo'qotmadi. Tiklanishi ham yaxshi bo'ldi. Mana hozir ko'mayapti, palaklaringizni qarang, soldatdek terilgan, bir xil, past balandligi yo'q. Xudo xolasa nasib qilsa bu tobiga kelib chiroyli bo'lgandan keyin o'sha mana shu sim bo'ylariga chiqqandan keyin bundan Xudo xolasa uzib charchab ketasiz, tugata olmaysiz. Xudo xolasa. Mevalari ham hali siz bozorga olishmas, mana endi olib chiqasiz. Xudo xolasa vaqtroq ekkanlar bilan gaplashdik. Mevalari ham chiroyli, bozorlarda yaxshi olinyapti dedi. Chunki misol rangi ro'yi yashil, bu oqbar chiroyli bo'lar ekan badri. O'shanaqa, ortiqcha qora bas, boshqa bas. Mana endi yerga tegib qolgan bor ekan. Mana ranglari ham juda haligi ortiqcha qora ham emas, ortiqcha oq ham emas, juda chiroyli. Mazzasi ham yaxshi buni. Endi dehqon aka, har joyga borganda bir so'rab qo'yamizda. Hozirgi shu paytgacha bo'lgan holatida bu Starvay gibridimizda yaxshi, yomon tomonlarini bir gapirib o'tsangiz. Chunki bizni siz
menga bas. Mana shu kameraga qarab gapiring, chunki sizni butun O'zbekiston ko'ryapti, undan tashqari qo'shni davlatlar ham ko'radi. Albatta. Qarang, endi bu yerda masalan siz bilan bugun tanishdim. Hatto hozir ismingizni ham so'rayapman. Men YouTube'da ko'rib turardim. Endi ko'rishingiz mumkin. Rossiyada turib, boshqa qilib, ishdan tashqari holatlarda ko'rardim, chiqardingiz. Urug'da nima qilib, gapirib, ko'p mana shunaqa nimalar ko'rsatib, mana bugun nasibga jivo ko'rishib turibmiz xonadonimizga. O'shanga deyman, men sizni tanimayman. Mana endi xonadoningizga kelib turibman. O'shaning uchun ro'y-ro'stini gapiring. Bu Starway haqida shu paytgacha bo'lgani. U keyingi videolarga kelsak, qolganini aytib beraverasiz. Masalan, meva tugishi, tezlik, kasallikka chidamliligi, tomir baquvvatligi, shular haqida bir narsa desangiz, mana dehqonlar o'zi dehqonni og'zidan eshitgani yaxshi-da. Bo'ldi, yaxshi. Xudoga shukr, mana biz Miracle bilan ashunaqadan pantinolar ekardik. Endi ko'pchilikdan gaplashib, boshqa qiluvdik, yangi nav chiqqan ekan. Ko'pchilik har qayerdan olib kelib ekishgan ekan. Men ham izlanib, mana shu yangi navni ekaman deb turib, Abduhob akam oldiga bordim, eshitib. Borib, bu akam bilan gaplashuvdik. Akam keyin yaxshi, bu yuragi erib ketib senga qilib beraman 1-3 mingta dedi. Xudoga shukr, olib kelib ekdik. Ozuqalarni shu 2 marta berdim. O'g'il bolachasi. 2 marta ozuqa berdim. Tagiga shu matapiylar haydashdan oldin ama post chachib yubordim. Shuna qilib turib ekishni boshladim. Birinchi yil salafanga ekishim. Salafanni birinchi. Foydasi ham katta ekan. Hamma yo'g'i zo'r. Xudoga shukr, sovuqqa ogizmadik. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Avvalo Xudoyim, ammo ko'pchiliknikini sovuq olib ketdi. Oldi. Olmagan taqdirda ham stressga yaxshigina tushirib qo'ydi. Shunaqa bo'ldi-yu, keyin mana Saddada ukamiz bor Beyzodbek deb, olib bordim, videosini ko'rsatdim. Ukam mana shunaqa qilib bo'ldi desam, dorilar berdi. Shu 2 marta, 3 marta sachdim. Shun bilan mana ko'rib turganingizdek, Xudoga shukr, badringiz go'zal. Xullas, bu navimizdan ko'nglingiz to'ldimi? O'ta go'zal bu. Xudo xohlab nasib qilsa, endi uzib sotamiz. Xudo xohlasa barakasini go'zal bo'ladi ham. Ana shu tagiga yozgan salafaningizni ham bir dehqonlarga tushuncha berib keting. O'sha ekish paytida solindi, mana foydasi katta ekan deyapsiz. Qanaqa foydalarini sezdingiz, shuni ham bir gapirib keting. Buni mana salafanni men o'zim bildimki, birinchi o'chirda mononga dori oqqizib ekadigan bo'lsangiz, ashini normalni ushlab berar ekan. Namlik yaxshi turadi. Namlik zo'r ushlaydi ekan. Ikkinchisi ispreyni bo'lmaydi ekan. Chiqib ketmaydi ekan. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, mono agaratni ichida namgarchilik ko'p bo'lsa, desan tushadi, boshqa bo'ladi. Kasallik degan narsa bo'lmaydi. Bu tayida ushab qoladi namlik. Bu ushab qolar ekan. Ash tomonlari menga juda yoqdi. To'rtinchini ham aytib o'tib ketaymi, men ko'rib qoldim. Mayli. Ana o'tlaringiz. O'ta go'zal olar ekan. To'g'ri. Agar o'tingiz o't to'la, o'zi chiqarmayapti. Bu tomondan ham shunaqa foydali tomonlari zo'r. Demak, bemalol dehqonlarimiz o'sha tagiga salafan qilib eksa o'ta yaxshi bo'lar ekan. Endi bundan bag'di ishlaringizga omad, rivoj tilaymiz. Allohimdan juda chiroyli, mo'l hosil bo'lishlarini so'raymiz. Endi bizni ham vaqtimiz chegaralangan. Xudo xolasa ortga qaytamiz. Mana shu Sungeta firmasidan mana shu Bodrilar akasiga ozgina sovg'amiz bor. Rahmat. O'sha har bir videoda aytib o'tyapman, kepka futbolkalarni kiyib bemalol ishlar qilaverasiz. Xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolasa keyin bir tobiga kelganda kelib video qilamiz. Inshaalloh. Hurmatli bobo dehqonlar, sizlarda ham yaxshi chiroyli qaralgan mana shu o'zimizning gibrid navlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Keyingi video albatta sizniki bo'lishi mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.